4 dona tuxumdan o'zingizdan ortib 7 mahalliyaga yetadigan tort laqabli pirog tayyorlaymiz. Eshitishimcha, listni o'zida aralashtirib pishirish trend bo'libdi. Blogerlarda bu faqat prosmotr uchun, ammo sizga maslahatim, o'zingizni qiynab, asabingizni buzib, listni aralashtirib o'tirmasdan tog'orachida aralashtirib keyin quyib yubora qoling. Lekin aynan mana shu 100 yillik retseptim bilan listni aralashtirsangiz ham, aynigan qatiq solsangiz ham umuman tegiga olmaydi. Videoda ko'rsatilgan barcha masalliqlarni bir-maketdan solamiz. Grammlarini opisiyaga yozib qo'yaman. Voy, bu shuncha ham soda soladimi, hidi kelib qoladi deydiganlar uchun. Bitta bir emas, naq 2 porsiya masalliq. Agar hidi yoki ta'mi kelib qolganda sizlarga hech qachon maslahat bermagan bo'lardim. Shunaqa ekan, umuman xavotir olmasdan albatta tayyorlab ko'ring. Sizni ham ish qilayotganda nuqul qo'ldan narsa tushib ketadigan do'koningiz bormi? O'ziga jo'natib qo'ying. Lopata yordamida listning chekkalarini yaxshilab tozalab, oldindan qizirilgan pechga yuboramiz. Pirog tayyor bo'lguncha somsadan qolgan ikkinchi bechora listimni tozalab olaman. Allergiya bermaydigan xlorsiz, hattoki chaqaloq kiyimlarga ham to'g'ri keladigan Bavi superachisilini solamiz. Ustidan qaynoq suvni quyib uvitib qo'yamiz. 15 minutga qolmasdan chirklari uvib, osongina toza bo'ladi. Yarim soatga qolmasdan shunaqa kattagina barakali yumshoqqina pirogimiz tayyor bo'ldi. 100% aytaman, bunga hech qanaqa propitka shart emas. O'zi yumshoqqina, ichlari g'oviy vlajniy bo'lib pishadi. Ustini sharoitga qarab xohlagan narsangiz bilan bezatsangiz bo'ladi. Men oq shokoladdan foydalanaman. Yurechani bosib saqlab oling, tayyorlab ko'rib